Bu fokus ichida teleportatsiya ham bor. Hamma fokuslarim sekretini bitta ochaman. Nerealni bo'lishi mumkin emas bu narsa. Nima bitta? 4 dedi-yu. Bu fokusning sekretini qanaqa tushunib olganman? Mash kartalaydi. Yo'q, reально ichida montaj deydiganlar ham bor. Fransuskiy potsiloy deb nom chiqarib, bu fokusni birinchi marta ko'rganimda miyamda apokalipsis boshlangan. WhatsApp hammaga mazgiylar. Bu videoda sizlar Gambitda hayron qoldirgan 3 ta kartochniy fokus qanaqa bo'lganini ko'rib olishingiz mumkin. Da, fokusniklar ham hayron qoladi. Даже eng kuchlilari ham. Faqatgina ularga kutilmagan yakun bilan fokusni ko'rsatsanglar. Fokus ko'rsatsanglar va oxirida kutilmaganda deb spachishga bergan bilan bir xil shipaloyib uxlab qoladi. Tepa shunaqa bo'ladi-da. Xo'p, bolalar, fokusni kim yaratgan, avtori kim va u fokus qanaqa bo'lishini videoni davomida ko'rib olsanglar bo'ladi. Har doimgi gapirib miyangizga chiqadigan gapimiz. Podpiskaga, spachishga, like-ga kalla qo'yib videoni oxirigacha ko'rasizlar. Fokusni siriga keladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, tushunib olasizlar. Paginali. Gambit akkauntiga tez obuna bo'lamiz. Da! Birinchi fokus. Bu fokusni birinchi marta ko'rganimda miyamda apokalipsis boshlangan. Nerealni bo'lishi mumkin emas bu narsa. Montajlab turib olganman. Na samom деле bir 4-5 marta qaytarib ko'rgandan keyin tushunib olganman. Bu fokusning avtori tailandlik fokusnik Patrick Kun. Bu odam America Got Talent 16-sezonida chempion bo'lgan. Fokus premyer mana shunaqa ko'rinadi. Bizani yordamchi hali nima bo'lishini bilmaydi. Ko'rmaganman. Fokus ko'rsataman, reaksiyasini ko'rasizlar. Fokus qanaqaligini ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Shahriyor, qara. Bitta karta ko'rsataman. Bu 2 chillam. 2 chillam senga ko'rinib turish uchun kalodan chetiga tiqib qo'yaman. Menda 4 ta karta kerak bo'ladi. Bu 4 ta kartani o'zim taxlab olganman. Bu kartalar tanish o'zimizga 4 ta dama. Shu damalarni sen qo'ling tagida ushlab turishing kerak bo'ladi. Qo'lingni ochgin. Qo'lingni bosib tur, ikkinchi qo'lingni ham ol. Ustiga bosib turasan. Xo'p, endi qara. Sana 2 chillaming bilan qiladigan ishlarim bor. 2 chillamingni olaman. Qo'lingga bitta uradigan bo'lsam, damani bittasi sakrab chiqadi. Yo'q xudo. Qara, damani olaman-da. Olib qo'lingga 1, 2, 3 marta uradigan bo'lsam, 4 ta dama meni qo'limga sakrab chiqadi. Seni qo'lingda Nima bitta? 4 dedi-yu. Yo'q, 2 chillam. Yo'q, voy. Ha. O'sha bu fokusni ko'rish tugul mazmunini yo'qotib qo'ydi. Bilmadim, balkim sizlarga hayratlanarli emasdir. Men bu fokusni ko'rganimda birinchi marta miyamda portlash ro'y bergan. Bu fokusning sekretini qanaqa tushunib olganman? Videoni prosta tak boshdan oxirigacha qaytarib ko'rib o'tiraverganman. Kerak bo'lsa 1 kun, 2 kun, 3 kun farqi yo'q. Vaqtimni shu narsaga bag'ishlab tushunib olganman. Fokusdan hammasi fundamenti bitta bilsanglar, o'sha fundamentni bilib olsanglar, qolgan fokuslarga ham sekin-sekin miyanglar ishlashni boshlaydi. Hop, birinchi fokus shunaqa edi. Ana endi ikkinchi fokusga o'taman. Ikkinchi fokusning avtori Dinamo. Mani og'am. Eslatib o'tishim kerak. Dinamoni fokusini men 2021-yil 25-mayda Bass Levitation fokusini dunyoda birinchi bo'lib qaytarganman. Дамы и господа, ждали контент. Получите. Shundan keyin Dinamoni o'zi ham menga direktdan yozgan va shu fokus orqali men O'zbekistonga, chet eldagi ko'p davlatlarga tanilganman. Endi ikkinchi fokus ko'ramiz. Paginali. Agalar xullas, menga bergan kartalari 4 ta mash kartalaydi. Men buni hammasini bundoq qilib berdilar. Mana shu yerda saqlab turdim. Ko'rsatdilar, o'sha bitta o'sha men tanlagan 2 chillimmidi? O'sha chiqyapti. Gap yo'q aka. Menga ham o'rgating. Yoki qaranglar, fokus tushunish ham bir san'atda. Shu san'atdan sen qochib ketgansan. Noto'g'ri tushundimmi hozir? Fokusni noto'g'ri tushundim. Endi hamma har xil tushunadi. Sizlar qanaqa tushunganinglarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Paginali. Da, bu fokusni birinchi bo'lib Dinamo chiqargan. Dinamodan keyin o'g'irlab ruslar o'ziga fransuskiy potsiloy deb nom chiqarib, bu fokusni ishlash prinsipi bir xil, no boshqacha qilib o'zgartirib olishgan, qarochi. Dinamo bu fokusni nimaga o'ylab topgan? Mashhur odamlarni podpisi qimmat turadi, ana o'shani o'g'irlash maqsadida. Qo'l qo'ydiradi, o'zini qo'liga ushlab turib, o'sha narsani olib qo'yadi, tushunishinglar uchun. Hozir fokusni tushunib olasizlar shu narsani. Diqqat bilan ko'rgan, iltimos, to'rimizlanmasdan tushunib. Fransuskiy potsiloy nimaga? Birinchi bo'lib fokusda telefon nomerlar yozib, bir-biri bilan ishlab, qiz bilan bola o'pishadi. Undan keyin nomerlar almashib qoladi, tushunishinglar uchun. Hozir endi unaqa narsalar bo'lmaydi. Prosta tak pamurishkim ko'rsataman, qara. Xohlagan kartani olgin. Ustiga endi nomeringni yoz. Mana. Bu demonstratsiya fokus. Bo'ldimi?
Yozib oldim. Qara, bu yozgan telefon nomering, to'g'rimi? Aha. Qara, buni endi sen qo'lingni ushlab turishing kerak. Qo'lingni och. Aha. Qo'lingni ushlaysan, ikkinchisi bilan yop. Aha. Endi qara, men o'zim uchun bitta karta tanlayman. Bu kartaga men o'zimning telefon nomerimni yozaman. Например, bu 10 Endi mana tasavvur ko'rasizlar, shu men telefon nomerimni yozdim. Bo'lmasa telefon qilib Biz chiqmaydi. miyaga chiqishadi. Xo'p, telefon nomerimni yozdim. Endi vнимательно qarab tur. 10 и telefon nomer, to'g'rimi? Ha. Saniki, menda. Ochib qo'ying. Mani telefon nomerim sanda. Tushunyapsizlarmi mana? Mana shu taktika bo'yicha qizlarning telefon nomerini o'g'irlashgan. Nima qilamiz? Video olib ketdik. Men bu narsani bir marta post qilib chiqargan edim. Instagram sahifamda, agar Instagram bilmasanglar, mana pastda chiqadi. Yoki opisiyaga silkani qo'yib qo'yaman. Bemalol Instagramga o'tib tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Bu mana mashhur Dinamoni, fransuzskiy Potsiloy Fox'i botga qo'l qo'ysa bo'ladi, ism yozsa bo'ladi, xohlagan yo'nalishda ko'rsatsa bo'ladi Fox'i. Hayron qolarli-da. Qara. To'g'rimi, to'g'rimi? Mana. Ha, endi buni. Bilaman. Quvnoq bermoqchilar. Bu nomer menga, bu nomer senga deb qiz bilan almashib olasizlar. Shunda qizni qalbidan joy egallaysizlar. Qiz sizlarni sevib Sizlarga qoladi. kerak bo'lsa beraman. Yozdim. 1dan 7 gacha bu. Ha. O'zicha rozыгрыш qilmoqchi edi. Okey. Endi 3-fokus ham oddiy, lekin miyali portlab ketadi bu fokusga. Не знаю. Videoni davomini ko'rsanglar tushunib olasizlar. Let's go. Yeah. Like подписка. Bo'ldi. Men bekorga bu fokuslarni sizlarga ko'rsatmayman, chunki aynan shu 3 ta fokus orqali men fokus yo'nalishiga qiziqishim ortgan, qanaqa qilinganiga bo'lgan qiziqishim uxlatmasdan karta sotib olib, harakat qilib o'rganishimga sababchi bo'lgan. Shundan keyin men boshqa fokuslarni ham tez tushunib olganman. Shu yo'nalishga kirib ketganman. Agar fokuslarga ko'rib tushunish mumkin emasligiga ishonmasanglar, men misol, просто tak ko'rib o'rganganman hamma fokusni. Yescho videolarimni, mana shu videoni ham fokuslarni hammasini qaytadan ko'ringlar, по-любому miyaga tepish kerak. Agar bu miya ishlasa, hozirgi fokusga ikkita karta kerak bo'ladi. Tuzolma и tuzg'ish. Sandwich effekt deb aytiladi. Aynan kim avtori bilmayman. Qachon o'ylab topganini ham bilmayman. Kartani stol ustiga qo'yasizlar-da, xohlagan kartanglarni olsanglar bo'ladi. Tuz qarg'a, tuz chillam, rangi bir xil bo'lsa bo'ladi, shu chiroyli bo'lish uchun. Menga mana shu ikkita karta yoqadi. Kolodani aralashtirasizlar. Shu zritellar kartani taxlab olgan yoki nimadir ketma-ketligi bor degan tushuncha bo'lmasligi uchun o'zingizlarni oppoliklarini isbotlashga kartani qo'lingizdan kelgancha Lekin men qoraman. aralashtirasizlar. Aralashtirib bo'lgandan keyin shu bizani chornovoyimiz, tajriba quyonchamiz Chornovoy. shahriga aytasizlar, shu xohlagan joyingda stop deb karta tanlab ol. Bo'ldi. Stop mashq. Chotdami? Stop degan joyingdan kartani olaman. Bu karta dama olma. Qara, dama olmani olib, kalodan chetiga qo'yib qo'yaman, shu senga ko'rinib turish uchun. Bo'ldi. Menda ikkita karta bor. Orqasi rubashkasi bir xil, oldi tuzolma и tuzg'ish. Mana shu ikkita kartani olaman deb, kartaga vнимательно qarab turasan. Sani kartangni просто tak chap qo'lim bilan itaradigan bo'lsam, bu yoqqa qo'shib qoladi. Mana shu meni kartam. Bu karta dama olma. Sen tanlagan. Tushungan bo'lsanglar, bu fokusning ichida teleportatsiya ham bor. Как botga karta bu yoqqa ko'chib qoldi. O'ylashinglar mumkin, botda dama olma, ikkita yoki 3 ta deb. Botda boshqa dama olma bo'lmaydi. Mana. Zritelga просто tak berib, o'zingizlarni oppoqlarni isbotlasanglar bo'ladi. Bu fokuslar toza texnikaga asoslangan fokuslar, hech qanaqa rekvizitlar yoki nimadirlar kerak emas. Qo'lingizlar tez bo'lsa, zritelni yaxshi alda olsanglar, bu fokuslar o'xshaydi. Gap yo'q, lekin Agar fokus yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Da. Короче, Anaqalaring bo'lsa, aytmadim kameraga. ha, bo'ldi. Shunga ham yo bunga ham, mayli, bunga aytaman. Xullas Gambit aka bilan ko'p videolar olganmiz, to'g'ri. Men ham olib turganman bir xil fokuslarda, lekin o'sha payt ham umuman tushunmasdim nima qilayotganlarini. U videoga olib, montaj qilib, tagoy qo'yardik. Hozir ham 3 ta fokus ko'rsatdilar. Ikkitasi lekin vashcha qoyil qoldirib turdi. Uchinchisi unchalik emas lekin. Uchinchisi unchalik emas. Ha. Xo'p, qara. Meni kuzatadigan odamlarda nimagadir shunaqa tushuncha bor, что fokuslar kelishib olib olinadi degan narsa. Yo'q, unaqa. Qara, fokus kelishib olib olinadigan bo'lsa, menga bu narsani isbotlash kerak emas. Что men o'zimni nimagadir qodirdek qilib. Bitta narsa tushuncha bor bu yerda. Demak, men o'zim ishim shunchalik yaxshi qilyapmanki, sizlar hayron qolasizlar. Mening fokuslarimni montaj, kelishib olgan deb o'ylayapsizlar. Bu chista. Yo'q, realni ichida montaj deydiganlar ham bor-da. Men o'zim syomka qilganman, lekin mana ikkita odam meni videoyimni montaj va syomka qiladi.
Otabek. Asosan Yo. Otabek. Asosan Otabek. Otabek. Men bu yerdaman. Mana ham Otabek и Shahriy. Otabek yo'q bo'lgan paytlarda Shahriy bilan video olib montaj qilamiz. Mana shu ikkita odam. Bu yerda не знаю, bu yerda sanga o'tkazib qo'ying. Ke. Sur. Ey, jonga tegishdi bolachalar. No, короче, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan o'zimni hayron qoldirgan eng cho'tki fokuslarim mana shular. Agar yoqqan bo'lsa sizlarga ham podpiska bosib qo'yasizlar, like bosasizlar. Agar fokuslarni sekretlariga qiziqmoqchi bo'lsanglar, men Instagram sahifamda aytgan edim, что 1 million bo'lsam, hamma fokuslarim sekretini bitta-bitta ochaman deb. No, давайте делаем так. Instagramimni ham, YouTube'imni ham agar 1 million qiladigan bo'lsanglar, men fokus sekretlarini ochishni boshlayman. Shu menga ikkita fokus yoqdi. Birinchisi, ikkinchisi nerealni yoqdi. Sizlarga qaysi fokus yoqdi? Sizlarga qaysi qistir. Sizlarga qaysi fokus yoqdi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Agar fokus sekretini bilib qolgan bo'lsanglar, men juda xursandman. Nimaga shu sizlar ham qaytara olasizlar bu narsani. Agar tushunmagan bo'lsanglar, давайте mana shu videoni boshqatdan qayta ko'raversanglar, по-любому miyaga tepib qolishi mumkin. Hop, bolalar fokuslarni ko'rdinglar. Agar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, qaysi biri yoqqanini, qanaqa fokuslarni ko'rginglar kelyapti. Men Dinamoni juda ham ko'p fokusini qaytarganman. Основа shu Dinamodan kelib chiqqan o'zi. Senga qaysi fokusni yoqadi? Faqat Dinamoni eshitganman, esizni. Boshqalarni eshitmaganman. Yaxshi. No, Dinamo televideniyadan ko'tarilib, yoshligimizdan ko'tarilgan sababchi bo'lgan. Meni ham qiziqishlarimga shu Dinamo sababchi. Shu bir marta yozdi, menga shu bilan yo'q ketdi. Не знаю, что с ним случилось. Hop, Ha aka. Ha aka. chiqib oldik-a? Ha. Ha aka. Bolalar videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rgan bo'lsanglar, videoga bitta like bosib qo'yinglar, podpiska bosib bizning oilamizga qo'shilib olinglar. Boya gap, agar Instagramda, mana Instagramim, YouTube'da 1 million bo'ladigan bo'lsak, men fokuslarimni sekretini ochishni boshlayman. Hammasini. Da. Men va'da Yo'q, endi qara, bunday narsada bular ko'pchilikda, sizlar juda ham ko'psizlar, 1 milliondan ham ko'psizlarda, bu narsa sizlarning qo'lingizdan keladi. Men nimaga fokus sekretini ochaman deyapman? Bu meni butun boshli hayotimni sekretini sizlarga ochmoqchiman. Bor yo'g'i 1 million podpiska uchun. Da, bu men o'rgatayotgan narsamning ichida podpiska bor yo'g'i 1 million. Tushunsizlarmi? Просто bosamiz и meni kuzatishda davom etinglar. Keyingi выпускda qaysi fokuslarni ko'rginglar kelyapti? Просто kommentariyaga avtori bilan yoki fokusniki просто tak yozib qo'yinglar, men o'sha fokusni qaytarib video qilaman. Sen qaysi fokus ko'rging kelyapti? Odam yo'q bo'lib qoladi-yu. Исчезновение? Ha. Lattani yopib, bitta ochsa yo'q. Qila olayman degan. Keyin hamma gambit bo'lish imkoniyati bor. Bu uchun faqat 1 millionta like, podpiska. 1 millionta podpiska bo'lsa hamma gambit bo'la oladi. Keyin sizlar ham mana shunaqa yurasizlar. Endi fokus sekretini bildi degan, ha? U уже hammasi yaxshi degani emas, chunki u narsani qila olish ham kerak. Qilishadi. Просто ko'ringlar и qaytaringlar. Все, qila olasizlar. Shunaqa. O'ng tarafda bitta video, chap tarafda yana bitta video. Bilmadim. Ikkalasidan bittasi. Ikkalovini kirib ko'ra olasizlar. Tagilar. Allohu akbar.